Assalomu alaykum aziz YouTube hamda Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ko'rib turgan obyektimiz Xudo xohlasa bitta o'z nihoyasiga yetdi. Eshiklaridan tortib akfalariga hamda yevro remontishlariga ham bir baho berib qo'yasizlar aziz obunachilar. Ko'rib turgan zalimiz 5 metrga 3,5 metr bo'lib, balandligi 290 zalimizning ko'rib turganingizdek ramka shaklida rombi qilib, chiroyli qilib, aboylar bilan ishlab chiroyli qilib bitirib berdik. Aziz obunachilar, ushbu zalimizga 7,800,000 so'm usta puli bilan birgalikda xonadon egasi tomonidan rasxod qilindi. Bu mana bunday shilqimshuvoq holatdan to tiyagalar, albastrli tiyagalar ishlangan. Mana albastrli tiyagalardan ishlangan. 4-5lik, 3lik tiyagadan ishlangan. Dekorativniy qilib ko'rib turganingizdek, mana aboylar yopishtirilgan rombik shaklidagi xonamizga 7,800,000 so'm xonadon egasi tomonidan sarflandi usta puli bilan birgalikda. Aziz obunachilar, kuzatuvchilar, o'z fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Ushbu zalga 7,800,000 so'm pulimiz arziydimi, arzimaydimi? Albatta xonadon egasi xursandligidan ko'rib turganingizdek o'z og'zi kelib qoladi ham. Usta bo'lamiz o'zi ham kelyapti xolasa. Azizlar, akfaromlarni ham o'zimiz tomonimizdan tayyorlab berilgan. Akfaromlarni ham ispan tilda qo'yilgan, chiroyli qilib ko'rib turganingizdek. Tashqaridagi fasadni ham o'zimiz tayyorlaganmiz. So'kili, travertini hammasi birgalikda padagoniylar qo'yilgan. Xudo xolasa kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. MDF eshiklari, akfa romlari va mana bunaqangi chiroyli uylarning remont ishlari kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Inshaalloh aloqaga chiqasizlar. 12 viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz azizlar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar uchun qiziq videolar hali oldinda azizlar.